بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 212 bab Bab at-tatawul fil bunyani bino qilishda kim o'zarga harakat bobi 449-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. An Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: La taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyani. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytibdilarki, toki odamlar bino qilishda kim o'zarga, kim balandqilarga kirishmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan ekanlar. Demak, o'sha bino qurishda kim o'zar, kim balandqilar ma'nosidagi musobaqalar bo'lgani qiyomatning alomatlaridan bitta alomat hisoblanar ekan. O'sha vaqtda demak hamma kapada yashab yurgan bir sharoitda Payg'ambar alayhisolatu vassalomning bu gapni aytishlarini o'zi katta bir jasorat va u gapni 1400 yil o'tib o'zini tasdig'ini topishi mo'jiza hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning haq payg'ambar ekanliklari, islomning haq din ekanligi, Qur'onning haqiqiy ilohiy kitob ekanligini mana shundan ham demak qiyos qilib bilib olsa bo'ladi. 450-hadis Hadis ibn Sa'ib aytadilarki, Sami'tul Hasana yaqul kuntu adkhulu buyuta azwajin nabiy sallallohu alayhi va sallam fi khilafati Uthman ibn Affan fa atanawalu suqufaha bi yadi. Imom Hasan aytadilarki, men Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalarini uylariga kirar edim. Qo'limni cho'zsam shiftiga yetar edi dedilar. Shunaqa ya'niki pastak nihoyatda sodda bir uylar bo'lgan ekan, onalarimizning uylari. Albatta u zotlar mana shu uylarda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bilan yashaganlar. Bundan payg'ambar alayhisolatu vassalom o'z oilalari, u kishini azvoji mutahharalari nihoyatda sodda bir uylarda, hujralarda istiqomat qilganlari, hattoki u kishi o'tib ketganlaridan so'ng yillar o'tib, Hazrat Abu Bakrning xilofat vaqtlari, Hazrat Umarning xalifalik vaqtlari o'tib, Hazrat Usmonning vaqtiga kelib, musulmonlar boyib ko'p narsalarga erishib ketganda ham onalarimiz o'sha eski holatda qolgan ekanlar. Bir odam kirsa, qo'lini cho'zsa, shiftiga qo'li yetadigan darajadagi uylarda yashagan ekanlar. 451-hadis Davud ibn Qays rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, Ra'aytu hujuratin min jaridin nakhli maqshiyun min kharijin bimasuh ash-sha'r wa adhunnu 'arada al-bayt min bab al-hujra ila bab al-bayt nahwa min 6 aw 7 adru'in وأحرز البيت الداخل 10 أذرع وأدن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. Davud ibn Qays ham o'sha hujralarni ko'rgan ekanlar. Men hujralarni ko'rdim dedilar. Ular jaridun naxl, xurmoni qovog'idan qilingan, to'qilgan. Shulardan tirab qilingan. Tepasiga junni to'silgan ekan. Oldin qurboni qovog'ini qilib turib, ustidan to'qilgan junni kigizga o'xshagan narsani qoplangan ekan. O'sha uylarni deydi, kengligi deydi. Hujrani eshigidan olib, o'sha uyni eshigigacha qaradigan bo'lsak, 6 yoki 7 arshin. Arshin degani mana bu yer. Mana shu yerdan mana shu yergacha bir arshin bo'ladi. 48 santimetr bo'ladi degan ko'plar. Demak, borinki 50 deylik. 6 50 bo'lsa 3 metr bo'ladimi? Shuncha ekan. Boshqa tarafini qisay deydi 10
azro 5 metr. Haligi devorni nimalar samka deyapti. Samkasi tepasi bo'ladimi? 7-8. Oysha onamizni eshiklari oldida to'xtadim, u kishini eshiklari mag'ribga qaragan ekan, deydilar. Mana shu vasfdan ham demak juda ham sodda narsa. Xurmoni haligi ko'chgan qovoqlaridan, jundan to'silib, mana qilib qilingan uylar bo'lishligi haqiqatdan nihoyatda onalarimizning hujralari sodda bir tarzda qurilgan hujralar ekanligini ko'rsatadi. 452-hadis Abdullah ibn Abdullah ar-Rumiydan قال دخلت على طرق فقلت ما أقصر سقف بيتك هذا قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن لا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم. Abdullah ar-Rumiy aytadilarki, men Talq degan ayolning oldilariga kirib aytdimki, bu uyingizni shifti buncha past dedim. U ayol aytdilarki, ey bolam, mo'minlarning amiri Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zining ummollariga, ya'ni valiylariga xat yozib aytgan edilar, binolaringizni baland qilmanglar. Bu sizlarni eng yomon kunlaringizdan bo'ladi degan edilar. Deb demak bu yerda ham o'sha uylarning past bo'lganligi o'sha vaqtdagidagi vasf kelyapti.